Assalomu alaykum. Ushbu loyiha Asakabank hamkorligida G'allaorol tumani Tozoruq mahalla hududidagi 145-konturda amalga oshirilmoqda. Loyihaga ko'ra 10 gektar yer maydon tanlab olinib, ushbu yerda loviya ekin ekilgan va hozirda unib chiqqan. Yer maydonining umumiy o'lchami uzunligi 1600 metr, eni esa 800 metrni tashkil qiladi. 10 gektarlik ushbu hududda har biriga 1 gektardan to'g'ri keladigan 10 nafar dehqon xo'jaligiga ajratib berilgan. Rejaga ko'ra, ushbu maydonda jami 20 tonna hosil olish ko'zda tutilgan. Eng muhimi, birinchi hosil yig'ib olingach, bu yerda takroriy ekin sifatida serdaromad, bozorbop ekin ekilish rejalashtirilgan. Bu nafaqat hududdagi dehqonlarning daromadini oshiradi, balki hudud iqtisodiyotiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.